Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz ham eng muhim mavzulardan biri bo'lib, o'zgaruvchan muhitga tashkilotlarni moslashtirish deb nomlanadi. Buni 4 daraja asosida ko'rib chiqamiz. Birinchisi, faoliyatni muvaffaqiyat uchun tashkil qilish. Ikkinchi rejamiz o'zgaruvchan muhitda tashkilotlar. Bu rejamizda asosan tashkilotni hayotiy sikli haqida ma'lumotlar bilan tanishamiz. Uchinchi rejamiz tashkilotlarda qaror qabul qilish hamda to'rtinchi rejamiz tashkiliy modellar, ya'ni tashkiliy strukturalar hisoblanadi. Demak, birinchi rejamizga doir ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Hammamizga ma'lumki, har bir tashkilot o'z faoliyatini o'zgaruvchan tashqi muhitda olib boradi. Shu sababli u barqaror ishlash va samaradorlikni ta'minlash uchun doimiy takomillashuvga muhtoj bo'ladi. Demak, tashkilot faoliyatiga quyidagi tashqi omillar ta'sir qiladi. Ya'ni birinchisi bozor sharoitlarining o'zgarishi, ikkinchisi ishchi kuchi ortiqchaligi yoki tanqisligi, uchinchi jamoatchilik kutishlari, to'rtinchi qonuniy va me'yoriy talablar, beshinchi yangi g'oyalar va innovatsiyalar. Endi bularni har biriga atroflicha to'xtalamiz. Ya'ni birinchisi bozor sharoitining o'zgarishi. Bu yerda nima haqida gap ketyapti? Ya'ni bilamizki, bozor talabi va taklifi doimo o'zgarib turadi. Agar tashkilot bu o'zgarishlarga moslashmasa, demak foydasi kamayadi. Misol uchun, O'zbekiston bozorida elektr avtomobillarga talab oshganligi sababli UzAvto Motors kompaniyasi ham elektr dvigatelli avtomobil ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda. Ya'ni bu bozor sharoitiga moslashish deb nomlanadi. Ikkinchisi, ishchi kuchi ortiqchaligi yoki tanqisligi. Bu nima degani? Ba'zi sohalarda malakali kadrlar yetishmasligi yoki aksincha ortiqchaligi tashkilot ishiga ta'sir qiladi. Misol qilishimiz mumkin, hammamiz bilamiz, hozirgi kunda IT sohasi eng yaxshi sohalardan biri bo'lib qoldi. Yoki zamon talabiga mos sohalardan biri deymiz. Endi IT sohasida malakali dasturchilar kam. Buning uchun kompaniyalar xorijdan mutaxassislarni jalb qilishga majbur bo'lmoqda deb oladigan bo'lsak, endi boshqa holatni tahlil qilamiz. Ya'ni tikuvchilik fabrikalarida esa ayrim hududlarimizda ishchi kuchi ortiqcha bo'lishi mumkin. Bu yerda ishchi kuchi ortiqchaligi yoki tanqisligi degan omilga mos keladi. Uchinchi, jamoatchilik kutishlari. Endi bu nima deganimiz? Jamiyat o'zi tashkilotlarida ijtimoiy mas'uliyat, ekologik tozalikni yoki sifatli mahsulotni kutadi. Masalan, iste'molchilar ekologik toza mahsulotlarga qiziqayotganligi sababli aytadigan bo'lsak, Coca-Cola kompaniyasi plastik idishlarni qayta ishlash dasturini joriy etmoqda. Ya'ni bu jamoatchilik tomonidan kutilgan kutishlarga ta'sir deb aytsak bo'ladi. Keyingisi qonuniy va me'yoriy talablar. Ya'ni hukumat tomonidan qabul qilinadigan yangi qonunlar va me'yorlar tashkilot faoliyatini o'zgartiradi. Masalan, bunga nimani misol qilishimiz mumkin? O'zbekiston Respublikasida ishchilar uchun minimal oylik miqdori oshirilganda, korxonalar o'z byudjetini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ladilar. Beshinchisi, yangi g'oyalar va innovatsiyalar, ya'ni texnologik yangiliklar ishlab chiqarish jarayonini tezlashtiradi yoki aytadigan bo'lsak, raqobatbardoshlikni oshiradi. Misol qilib olishimiz mumkin, bank tizimida mobil ilovalarni yaratilishi, masalan aytamiz Click yoki PayMe joriy qilinishi mijozlarga anchagina qulaylik yaratdi. Yoki bo'lmasa boshqa banklarni ham shu yo'nalishda yangilik kiritishga majbur qildi. Demak, bu ko'rib chiqqan 5 ta omilimiz tashkilot faoliyatiga ta'sir qiluvchi omillar hisoblanadi. Endi bugungi kunda tashkilotlar oldida turgan asosiy muammo nima hisoblanadi? Bu o'zgarishlarni samarali boshqarish. Dinamik bozorda, ya'ni o'zgaruvchan muhitdagi bozorda tashkilotlar omon qolish uchun tashqi muhitdagi o'zgarishlarga tez moslasha olishi kerak. Ko'pincha o'zgarishlarning murakkabligi va tezligi menejerlar va ishchilarni vaziyatga moslashish qobiliyatini haqiqiy sinovi hisoblanadi. Agar tashkilot kerakli o'zgarishlarni amalga oshira olmasa, buning uchun yuqori narx to'lashi kerak. Shu yerda bitta misol ko'rib chiqamiz. Masalan, ta'lim sohasini oladigan bo'lsak, o'zimizga yaqin tasavvur qiling, bitta universitet misolida olamiz. Masalan, bu universitet 10 yil oldin ochilgan deb tasavvur qilamiz va dastlab faqat an'anaviy, ya'ni an'anaviy deganda auditoriya ichidagi darsni e'tiborga olamiz. Shu auditoriya ichidagi darslar orqali an'anaviy ta'lim bergan.
Endi tasavvur qilamiz, keyinchalik tashqi muhit o'zgardi. Qanaqa o'zgardi? Masalan, texnologiyalar rivojlandi, talabalar onlayn darsga qiziqa boshladi. Ayniqsa bu narsa pandemiya davrida ayniq kuchaydi. Ya'ni pandemiya sababli auditoriya darslarini o'tkazishga imkon bo'lmadi yoki o'tkazish qiyinlashib qoldi. Bu vaqtda raqobatchi universitetlar masofaviy ta'limni joriy etdi. Ya'ni bu yerda ta'lim sohasidagi o'zgarish nazorat etilyapti. Endi tashkilot qanday o'zgarishi kerak? Buning uchun universitet rahbariyati bir narsani tushunib olishi kerak. Agar ular ham tizimni yangilamasa, talabalar boshqa joyni tanlaydi. Shuning uchun endi bir qancha o'zgarishlarni amalga oshiradi. Aytaylik, onlayn platformalar yaratildi. Masalan, aytamiz Zoom, Moodle deymiz yoki Telegram orqali darslarni joriy qilishi mumkin. Yoki o'qituvchilarga raqamli texnologiyalar bo'yicha trening o'tkazadi. Yana talabalar fikrini o'rganish uchun so'rovnomalar tashkil qiladi hamda yangi raqamli baholash tizimini joriy etadi. Ya'ni bu o'zgarish uchun zarur bo'lgan demak sifatlar hisoblanadi. Xo'sh, natijani kuzatadigan bo'lsak, natijada universitet tezda moslashadi. Talabalar sonini kamaytirmaydi. Aksincha, yangi viloyatlardan ham demak o'quvchilar ko'payadi. Endi o'qituvchilar innovatsion metodlardan foydalanishni o'rganadilar. Bu asosda demak yaxshi natijaga erishadilar. Agar universitet bu o'zgarishlarni amalga oshirmaganida edi yoki raqobatda orqada qolsa, ko'p yo'qotishlarga uchragan bo'lardi. O'shaning uchun biz xulosa chiqarishimiz mumkinki, bu misolimizdan tashkilotning yashab qolishi va rivojlanishi, aytadigan bo'lsak, uni tashqi o'zgarishlarga tez moslasha olish qobiliyatiga bog'liq. Umuman olganda, har qanday tashkilot bu tirik organizmga o'xshaydi. Agar u o'zgaruvchan muhitga moslashmasa, oxir oqibatda demak yo'qolib ketadi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Shuning uchun asosiy muammolardan biri o'zgarishlarni samarali boshqarish hisoblanadi. Endi o'zgarishlarga turtki bo'ladigan omillar to'g'risida to'xtalamiz. Demak, buni biz ikki guruhga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni birinchisi ichki omillar, ikkinchisi tashqi omillar. Xo'sh, ichki omillarga nimalarni kiritamiz? Ya'ni birinchisi xodimlarning ehtiyojlari va kutishlari. Bu nima degani? Ya'ni xodimlar o'z ish sharoitini yaxshilanishini, umuman hozirgi kunda hammani asosiy maqsadi oylik maoshini oshirilishi yoki o'sish imkoniyatini kutadi. Aytadigan bo'lsak, masalan, bir bankda xodimlar uzoq yillardan beri maosh oshmayotganda norozi bo'ladigan bo'lsa, natijada endi rahbariyat ishchilarni yo'qotmaslik uchun motivatsion tizim ishlab chiqishga majbur bo'ladi. Ya'ni bonuslar deymiz, mukofotlar joriy qilishi mumkin. Ya'ni bu xodimlarning ehtiyojlari va kutishlarini hisobga olish orqali amalga oshiriladi. Ikkinchisi, ish jarayonlarini takomillashtirish zarurligi. Bu nima degani? Umuman oladigan bo'lsak, ishni sekinligi deymiz yoki samarasizligi rahbariyatni yangi usullarni qo'llashga majbur qiladi. Xo'sh, bu yangi usullarga nimalar kiradi? Masalan, korxonada buyurtmalarni oldin qog'ozda qabul qilish urf bo'lgan, ya'ni bu juda ko'p vaqt olgan. Endi shu sababli rahbariyat elektron buyurtma tizimini joriy etadigan bo'lsa, bunda tezlik oshadi yoki xatolar kamayadi deymiz. Bu demak ish jarayonlarini takomillashtirish zaruriyati ichki omil hisoblanadi. Keyingisi rahbariyat siyosatining o'zgarishi. Xo'sh, rahbariyat siyosati qachon o'zgaradi? Agar yangi direktor yoki menejer keladigan bo'lsa, o'z uslubini joriy etadi. Aytadigan bo'lsak, yangi direktor korxonada intizom va sifat nazoratini kuchaytirishi mumkin. Yoki bo'lmasa ish tartibini o'zgartirishi mumkin, yangi qoidalar joriy qilishi mumkin. Bu orqali rahbariyat siyosati o'zgaradi hamda umuman korxonada o'zgarishlarga demak sababchi bo'ladi. Endi tashqi omillarni ko'rib chiqamiz. Tashqi omillarning birinchisi raqobatning kuchayishi. Ya'ni bozorda yangi raqobatchilarning paydo bo'lishi yoki ular arzon sifatli mahsulotni taklif qilishi demak korxona uchun xavf tug'diradi. Umuman bir korxona masalan smartfon sotadi deydigan bo'lsak, raqobatchi endi yangi brend, ya'ni arzonroq narxda telefon chiqaradi. Bunga javoban kompaniya yangi model ishlab chiqishi mumkin yoki aksiya e'lon qilishi mumkin. Ikkinchisi, texnologik yangiliklar. Ya'ni yangi texnologiyalar eski usullarni demak eskirtiradi. Umuman oladigan bo'lsak, tashkilot yangilanishi kerak bo'ladi. Masalan, tikuv fabrikasi qo'lda tikish mashinalaridan foydalanayotgan bo'lsa, endi bozorda avtomatik, masalan, aytadigan bo'lsak, lazerli tikuv mashinalari chiqdi. Endi fabrika majbur bo'ladi ularni xarid qilishga. Bu samaradorlikni oshiradi.
Yangi qonunchilik qanaqa ta'sir qiladi? Ya'ni hukumat tomonidan yangi qonun yoki soliq qoidalarini qabul qilinishi tashkilotga qanaqa o'zgarishga imkon beradi? Masalan, aytadigan bo'lsak, davlat ekologik toza mahsulotlar bo'yicha yangi talablarni qo'yadi. Shu sababli oziq-ovqat korxonalari endi biologik o'ram, umuman o'zimiz tilimizda eko-upakovka deymiz, o'shanga o'tadi. Bu demak yangi qonunchilikni tashkilotga, demak, o'zgarishiga bo'lgan ta'siri hisoblanadi. Oxirgi omilimiz ijtimoiy va iqtisodiy omillar bosimi. Bu nima degani? Ya'ni aholini daromadi deymiz, ishsizlik darajasi deymiz yoki ijtimoiy qadriyatlarning o'zgarishi bunga misol bo'ladi. Yana aytadigan bo'lsak, iqtisodiy inqiroz sababli odamlar qimmat tovarlarni kamroq sotib oladi. Kompaniya bunga javoban arzonroq, sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarishga, demak, moslashadi. Ko'radigan bo'lsak, mana shu aytib o'tgan ikkita ichki omil hamda tashqi omillarimiz korxonada o'zgarishlarga turtki bo'ladigan omillar hisoblanadi. Endi tashkiliy muammolarni to'liq tashxislash rejalashtirilgan tashkiliy o'zgarishlarni amalga oshirish uchun boshlang'ich nuqta sifatida juda muhim. Deyarli har qanday tashkilotda siz uzoq vaqt davomida o'zgarishlarsiz mavjud bo'lgan xatti-harakatlar yoki tartib qoidalarni topishingiz mumkin va hech kim bu nima uchun va nima uchun sodir bo'lishini tushuntira olmaydi yoki bu harakatlarda biron bir ma'no topa olmaydi. Tashkilotni uzoq muddatli muvaffaqiyati uni o'zgarishlarga tez va samarali javob bera olish qobiliyatiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun har bir menejer hamda xodim moslashuvchanlik, yangiliklarga ochiqlik va strategik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishi zarur bo'ladi. Endi tashkilot muhitiga yangi xodim, demak, keladigan bo'lsa, tashkilot bir vaqtning o'zida 3 ta muammoni hal qilish kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi muammomiz kelgan odamning eski xatti-harakat me'yorlarini yo'q qilish. Bu nima degani? Masalan, aytadigan bo'lsak, bitta misol orqali, masalan, Aziza degan qiz oldin boshqa joyda ishlagan. Endi u sizning korxonangizga yangi ishchi bo'lib kirdi. Endi u oldingi ishida mijozlar bilan masalan norasmiy gaplashgan bo'lishi mumkin, hujjatlarini kech topshirgan bo'lishi mumkin. Endi sizni korxonangizga kelgandan keyin bu odatlar sizni korxonangizga mos kelmaydi. Shuning uchun u eski ish uslubidan voz kechish kerak. Ya'ni buni asta-sekinlik bilan unga tushuntirish orqali o'sha xatti-harakatlarni yo'q qilishi kerak. Bu korxona oldida turgan birinchi muammo. Ikkinchi muammo uni tashkilotda ishlashga bo'lgan qiziqishi. Xo'sh, uni qanaqa shakllantirishimiz mumkin? Masalan, bank sohasida deb oladigan bo'lsak, rahbariyat unga bankning maqsadini, rivojlanish imkoniyatlarini hamda rag'bat tizimini tushuntirsagina, demak, Aziza o'zini jamoadagi muhim a'zo deb his qila boshlaydi hamda u tezroq o'sha tashkilotda ishlashga bo'lgan qiziqishi ortib boradi. Uchinchi, unga yangi xulq-atvor standartlarini singdirish. Ya'ni bunda unga xizmat madaniyatini, shu bankdagi kiyinish qoidalarini, mijoz bilan muomala qilish sirlarini hamda ichki tartiblarni o'rgatamiz. Natijada bank talablariga, demak, yangi xodim yoki Aziza deydigan bo'lsak, o'sha moslashadi hamda o'sha kompaniyaga mos bo'lgan xodimga aylanib oladi. O'shaning uchun yangi xodim ishga kirganida bir vaqtning o'zida eski odatlarini tashlaydi, ishga moslashadi va yangi qoidalarga amal qilishni o'rganadi. Endi moslashuv tizimining mavjudligi kompaniyaga qanday afzalliklarni beradi degan savolga javob beramiz. Birinchi, demak, xodim ishni samaradorligini oshirish, mehnat unumdorligini kerakli darajada etish jarayonini tezlashtirish. Bu nima degani? Ya'ni umuman oladigan bo'lsak, kompaniyaga kelgan xodim moslashuv tizimi mavjud bo'lsagina kompaniyaga, demak, ko'nikib, o'rganib ketadi. Birinchisi, demak, ish samaradorligini tez oshishi. Masalan, aytadigan bo'lsak, birinchi haftadanoq kelgan xodimga ish jarayoni, dasturlar hamda vazifalarni tushuntiradigan bo'lsangiz, demak, bu bir oyga yetmasdan deymiz, tezroq reja bajarishga erishadi, tezroq moslashib oladi. Ikkinchi, jamoada ijobiy munosabatlarni o'rnatish yoki saqlash. Bu nima degani? Masalan, yangi kelgan xodimga deymiz, jamoa a'zolarini tanishtirsak yoki unga bitta mentor biriktirsak, natijada u o'zini yolg'iz his qilmaydi hamda jamoa bilan tezda o'rtoqlashib, deymiz, moslashib, ular bilan o'rganib, xarakter xususiyatlarini
demak o'rganib olib o'sha jamoaga moslashib ketadi. Uchinchi, yangi ishga qabul qilinadigan xodimdagi jiddiy xatolarni oldini olish. Bu nima degani? Demak, adaptatsiya jarayonida unga hujjatlar bilan ishlash, mijoz bilan muloqot qilish qoidalarini o'rgatganingizdan keyin, demak, bu xatolar kamroq uchraydi. Keyingisi, tajribali ishchilar yangi xodimga o'z vazifalarini bajarishda yordam berish uchun vaqtini qisqartirish. Ya'ni bu deganimiz, demak, oldindan tayyorlangan yo'riqnomalar yoki treninglar o'tkazilganingiz sababli, demak, tajribali xodimlar har bir mayda ishni ikir-chikirigacha qayta-qayta tushuntirib o'tirmaydi. Demak, kelgan xodim moslashuv jarayonidan tezroq o'tib oladi. Hamda kadrlar almashinuvini minimallashtirish. Ya'ni bu deganimizda, yangi kelgan xodim agar ish sharoitingizdan qoniqadigan bo'lsa, kompaniyada uzoq muddat ishlashga qaror qiladi, ya'ni qo'nimsizlik muammosi oldi olinadi. Xulosa qiladigan bo'lsak, moslashuv tizimi mavjud bo'lsa, demak kompaniya ham, xodim ham, demak bu jarayondan faqatgina yutuqlarga erishadi deb xulosa qilamiz. Endi moslashuv tizimini mavjudligi xodimga qanday afzalliklarni beradi? Umuman olganda, xodim ishga kelgandan keyin u moslashuv agar adaptatsiya jarayonidan tezroq o'tadigan bo'lsa, o'sha paytda tezroq korxonada o'rganib oladi. Endi buning uchun qanday afzalliklarni beradi? Agar siz adaptatsiya jarayonini o'sha korxonada ko'radigan bo'lsangiz, masalan aytadigan bo'lsak, yangi o'qituvchi keldi maktabga deb tasavvur qilamiz. Endi u yangi maktabda ishga qabul qilingandan keyin maktabda yangi xodimlar bilan moslashuv jarayonini o'zi boshidan kechiradi deymiz. Demak, agar shu maktabda moslashuv tizimi mavjud bo'ladigan bo'lsa, demak, birinchi jamoa munosabatlarini o'rnatish deyilyapti. Ya'ni birinchi kundan u pedagoglar bilan tanishtiriladi, unga ustoz biriktiriladi. Shu sababli u o'zini jamoada begona his qilmaydi. Ikkinchi, ish jarayoniga demak tezda kirib borish va yangi ko'nikma bilimlarni o'zlashtirish. Ya'ni bu yerda endi unga dars rejasi deymiz, baholash tizimi yoki bo'lmasa hujjatlar bilan ishlashni bosqichma-bosqich o'rgatadigan bo'lsangiz, natijada u yangi bilim va ko'nikmalarni tez egallab oladi. Uchinchi, rahbariyatdagi demak oddiy qilib aytsak, rahbariyatdagi shikoyatlar kamayadi deymiz. Ya'ni rahbariyat endi yangi xodimni ishga qabul qilgandan keyin darhol yuqori talab bilan qiynamaydi. Ya'ni unga moslashish uchun vaqt beradi. Shu sababli u vazifalarni bajara olmayapti degan shikoyatlar bo'lmaydi. Keyingisi, xodimni kutilayotgan mehnat sharoitlarini uni haqiqiy faoliyati bilan solishtirish. Endi bu yerda masalan o'sha kelgan yangi xodim ish boshlashdan oldin qanday sharoit bo'lishini aniq tushunib oldi. Endi ish haqidagi tasavvuri bilan real faoliyat o'rtasidagi farqni demak kamaytiradi hamda haqiqiy mehnat jarayoniga o'tib oladi. Oxirgisi, xodimni sinov muddati davomida ishdan bo'shatish qo'rquvini kamaytirish. Ya'ni moslashuv tizimi mavjud bo'lgani uchun u sinov muddati davomida ishdan bo'shatilishidan qo'rqmaydi va ishonch bilan ishlay boshlaydi. Umuman bu slayddan xulosa qiladigan bo'lsak, moslashuv tizimi xodimni, ya'ni stressini kamaytiradi deymiz, tashkilotda uzoq ishlashiga zamin yaratadi. Shuning uchun har bir tashkilotda moslashuv tizimini joriy qilgan ma'qul. Endi ikkinchi rejamizga o'tamiz. Demak, o'zgaruvchan muhitda tashkilotlar. Bu yerda biz tashkilotlarni yoki hayotiy sikli bilan tanishamiz. Endi bu yerda bittasi ko'rinmay qolibdi. Birinchisi demak tashkilotning tug'ilishi deb aytamiz yoki tashkil topishi deymiz. Ikkinchisi bolalik hamda yoshligi, o'sish davri, yetuklik deymiz, ya'ni eng cho'qqiga chiqqan payti hamda bu yerda qarilik davri bo'lishi kerak. Hamda tugatish yoki qayta tuzish jarayoni deb aytamiz. Demak, tashkilotning hayotiy siklini biz 5 ta bosqichdan iborat deb aytadigan bo'lsak, masalan, birinchi bosqichimizni maqsad deb qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bu yashab qolish yoki bozorga kirish deb nomlaymiz. Aytadigan bo'lsak, mana o'zimizga yaqin sohani olamiz, universitet. Yangi universitet tashkil etildi. Hali talabalar soni kam, lekin maqsad demak o'z o'rnini topish deydigan bo'lsak, ikkinchi endi bolalik va yoshlik davriga o'tadigan bo'lsak, endi maqsad tez o'sish hamda foyda olish hisoblanadi. Bu yerda universitet faol ravishda talabalarni jalb qiladi, yangi yo'nalishlarni ochadi. Endi yetuklik davrida nima qiladi? Endi bu yerda maqsadi asosan tizimli o'sish va barqarorlik hisoblanadi.
Endi universitetda boshqaruv demak barqaror, reytingi yuqori, sifatli ta'lim beriladi. Bu yetuklik davrini o'zida aks ettiradi. Endi keyingi davri bu qarish, ya'ni bu maqsad erishilgan natijani saqlab qolish bu bosqichda. Misol eski tizimlar deymiz, yangilanishni yo'qligi sababli talabalar soni kamaya boshlaydi. Endi tiklanish deganimizda endi maqsad bu yerda yangilanish bo'ladi. Ya'ni IT va innovatsiyalarni joriy qilish orqali qaytadan masalan universitetni tuzib olish mumkin. Endi bu yerda universitetda yangi dasturlar joriy etiladi, raqamli ta'limga o'tiladi, yana o'sish boshlanadi. Demak, bu qisqacha misol orqali 5 ta bosqichni ko'rib chiqdik. Endi batafsil ko'rib chiqishga o'tamiz. Mana hozir aytib o'tganimizdek, 5 ta faza tashkilotning tug'ilishi, bolalik va yoshlik davri, yetuklik davri, tashkilotni qarishi, tashkilotni tiklanishi yoki qayta tug'ilishi deb nomladik. Endi har bir bosqichi to'g'risida ma'lumotlarni qisqacha berdik. Endi batafsil ko'rib chiqamiz. Umuman tashkilotni hayotiy sikli deganda nimani tushunamiz? Ya'ni bu tashkilotni hayot sikli konsepsiyasiga muvofiq uni barcha faoliyati, u tug'ilishidan boshlab, ya'ni faoliyatini boshlashidan boshlab deymiz, hayotini to'xtash yoki tubdan modernizatsiyalash, takomillashtirishgacha qator bosqichlarni bosib o'tish jarayoni hisoblanadi. Endi ularni har biri ma'lum maqsadlar, belgilar, boshqarish uslubi, vazifasi va mehnatni tashkil qilish kabi 5 ta fazadan iborat. Birinchi faza tashkilotning tug'ilishi. Endi unda yashab qolishdan iborat bosh maqsadni belgilash, boshqarish uslubi, inqirozi, asosiy vazifa hamda bozorga chiqish talablari qo'yiladi. Ikkinchi faza bolalik va yoshlik. Demak, e'tibor qiladigan bo'lsak, bosh maqsad qisqa muddatli foyda va tez o'sish hisoblanadi. Endi qattiq rahbarlik hisobiga yashash, asosiy vazifa mustahkamlanish va bozorni ma'lum qismini egallash. Mehnatni tashkil qilish, foydani rejalashtirish, xizmat va maoshni oshirish hisoblanadi. Uchinchi fazani yetuklik deb atadik. Bosh maqsad tizimli, muvozanatli o'sish va shaxsiy shakllanish. Endi vakolatlarni berish orqali rahbarlik samaradorligi, asosiy vazifa turli yo'nalishlar bo'yicha o'sish, bozorni egallash, turli manfaatlarni hisobga olish, mehnatni tashkil qilish, taqsimot va kooperatsiya, shaxsiy natija uchun mukofot. To'rtinchi fazani tashkilotni qarishi deb nomladik. Ya'ni bu mohiyati bo'yicha yetuklikni eng yuqori darajasi. Tashkilotni rivojlanishidagi bosh maqsad erishilgan natijani saqlash, boshqarish sohasida samarali harakatlarni moslash orqali erishiladi. Asosiy vazifa barqarorlikni ta'minlash, mehnatni erkin rejimda tashkil etish, foydada qatnashish. Xuddi misol keltiradigan bo'lsak, masalan, mashhurlikni saqlab turish. Masalan, san'atkor deymizmi, aktyor deymizmi, mashhurlikkacha keladi. Endi mashhur bo'lgandan keyin asosiy vazifasi o'sha mashhurligini, statusini saqlab qolish hisoblanadi. Xuddi shunga qiyoslaymiz buni. Tashkilotni demak qarishi. Faqat maqsadi erishilgan natijani saqlab turish hisoblanadi. Beshinchi faza tashkilotni tiklanishi yoki buni qayta tug'ilish deb nomlaymiz. Bosh maqsad barcha funksiyalar bo'yicha jonlanishni ta'minlash, jamoatchilik hisobiga o'sish, bosh vazifa yosharish, mehnatni tashkil qilish sohasida ilmiy tajriba, tadqiqot, konstruktorlik ishlarini tatbiq qilish hamda jamoaviy mukofotlash. Xuddi bu tashkilotni hayotiy siklini inson hayotiga o'xshatsak ham bo'ladi, chunki inson ham tug'iladi, bolalik davri bo'ladi, yetuklik davri, qarishi hamda demak o'lish deymiz. Xuddi shu 5 ta jarayonni boshidan kechirsa, tashkilot ham xuddi shunga o'xshab 5 ta fazani o'z boshidan kechiradi. Endi 3-chi rejamizga o'tamiz, tashkilotlarda qarorlar qabul qilish. Umuman qaror deganda hammamiz yaxshi bilamiz, hayotimiz davomida bir necha minglagan qarorlarni qabul qilamiz. Masalan, har kuni ertalab turib, demak garderobimizni ochib, qaysi bir kiyimni kiyishni demak qaror qilamiz yoki tushlikka kirgan paytimizda menyuni qo'limizga olamizda qaysi bir taomni yeyishimiz to'g'risida qaror qabul qilamiz yoki aytamiz umuman hayotimizda qaysi bir kasbni tanlashimiz kerak, o'shani demak qarorini qabul qilamiz. Umuman qaror deganimizda bu bajarilishi lozim bo'lgan ishning aniq bir yo'lini tanlab olish, oddiy ta'rifi. Endi boshqaruv qarori deganda nimani tushunamiz? Boshqaruv qarori har bir boshqaruv vazifasini boshqaruv mehnatidagi oraliq va oxirgi mahsulot hisoblanadi. Har bir vazifada tasniflash qirralari aks etadi. Boshqaruv qaroriga oddiyroq ta'rif beradigan bo'lsak, bu rahbarning tanlovi hisoblanadi.
Nimagaki egallab turgan lavozimida ko'rsatilgan majburiyatlarni bajarishi. Boshqaruv qarorining maqsadi nimadan iborat deganimizda, ya'ni tashkilot oldida qo'yilgan vazifalarni amalga oshirishni ta'minlash hisoblanadi. Endi boshqaruv qaroriga subyektivizm hamda obyektivizm tomonidan yondashamiz. Demak, shu yerda subyektivizm va obyektivizmni nimaligini sharhlab o'taman. Ya'ni subyektivizm deganimizda bu voqealar, hodisalar yoki fikrlarni shaxsni o'z fikri, hissiyoti va qarashlariga asoslab baholash tushuniladi. Obyektivizm deganda bu voqealarni shaxsiy hissiyotlarsiz, haqiqatga, faktlarga asoslanib baholash hisoblanadi. Demak, qarorga subyektivizm nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, ya'ni bu rahbarning shaxsiy fikrining natijasi. Ya'ni rahbar bu yerda o'z bilimiga, tajribasiga tayangan holda maqsad va qiymatni ko'zlab muammolarni hal qilishini tushunamiz. Endi obyektivizm nuqtai nazaridan, demak, muammolarni yechish texnologiyasiga ilmiy asoslangan usullar mavjud va modellardan foydalanish yo'li orqali bosib o'tilgan tajriba yo'llari va vaqt orqali tekshirilgan tajribadan o'tgan yo'l bilan erishish hisoblanadi. Endi boshqaruv qarorlariga bir necha talablar qo'yiladi. Demak, birinchi talabimiz ilmiy asoslangan bo'lishi kerak. Ya'ni boshqaruv qarorlari muayyan ishlab chiqarish holatini tahlil qilishdan kelib chiqishi, iqtisodiy, texnikaviy va boshqa sotsial, ijtimoiy qonunlarni amal qilishini hisobga olishi, hozirgi kundagi fan texnika yutuqlari negizida qabul qilinishi hamda lo'nda aniq bo'lishi lozim. Ikkinchi qo'yiladigan talab bir-biri bilan aloqador bo'lish. Ya'ni bu oddiy qilib aytadigan bo'lsak, sizni qabul qilgan asosiy qaroringiz, demak, keyingi qabul qilgan qarorlaringiz bilan zid bo'lib qolmasligi kerak. U bir-birini to'ldirishi kerak. Ya'ni bu yerda aytishimiz mumkin, mana muayyan vazifani hal etishda ko'pincha asosiy masalalardan kelib chiqadigan qo'shimcha vazifalarni hal etishga to'g'ri keladi. Ya'ni bu vazifalar qaror qabul qilinayotgan bosh vazifaga bo'ysundirilishi lozim. Ya'ni sizni boshdagi eng asosiy qabul qilgan qaroringizga keyingi qabul qilgan qarorlaringiz to'ldiruvchi yoki uni bilan bog'langan bo'lishi kerak. Umuman bir-biriga zid bo'lishi mumkin emas. Keyingisi talabi huquq va javobgarlik doirasida bo'lishi kerak. Endi bu yerda bir narsani asosiy e'tiborga olishimiz kerak. Har bir rahbarning o'zini vakolat doirasi bor. Masalan, universitet bo'yicha aytadigan bo'lsak, masalan, rektor bor, prorektor bor deymiz, dekan bor, zaf kafedra bor. Ularning har birini o'zini vakolat doirasi boshqacha. O'shaning uchun bular qaror qabul qilganda har biri o'zini huquq va javobgarlik doirasidagina qaror qabul qila oladi. Shuni bu yerda nazarda tutgan. Keyingisi aniq va to'g'ri bo'lishi kerak. Bu nima degani? Ya'ni har bir qaror qabul qilingan paytida u aniq hamda bajaruvchilar uchun tushunarli bo'lishi kerak. Chunki qarorni demak bajaruvchi amalga oshiradi. O'shaning uchun unga tushunarli bo'lishi kerak. Ya'ni umuman aytganda qarordan bir necha ma'no kelib chiqishi mumkin emas. Ya'ni uni turlicha talqin qilish yoki har kim har xil tushunishiga yo'l qo'ymaslik kerak. O'shaning uchun qaror aniq va to'g'ri, bir ma'noli bo'lishi kerak. Keyingisi vaqt bo'yicha qisqa bo'lishi kerak. Bu axborotlar bilan ishlash nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda aytilgan. Ya'ni axborotlar bilan ishlash vaqtni tejash maqsadida qisqa muddatli qaror qabul qilinishi kerak. Chunki agar siz qisqa muddatda yig'ilgan axborotlardan foydalanmasangiz, axborot eskirib ketadi hamda bu vaqt bo'yicha qisqa muddat degan talabga javob bermay qoladi. Oxirgisi vaqt bo'yicha aniq bo'lishi kerak. Hammamiz bilamizki, qachonki muddat ko'rsatilsagina uni bajaruvchilar tomonidan tezroq bajarishiga sharoit yaratiladi. O'shaning uchun har doim qaror qabul qilganda sanasi, aniq topshirish muddati ko'rsatilishi kerak. O'sha paytda, demak, shunaqa qiladigan bo'lsangiz, qaroringiz, demak, samarali yoki bo'lmasa biror bir narsani hal qilishga sizga yordam beradi. Endi boshqaruv qarorining elementlari 4 ta. Demak, birinchisi vazifa, vosita, javobgarlik, muddat. Bu osongina, ya'ni vazifa deganimizda biror bir vazifa. Masalan, aytamiz, tashkilotda biror bir mahsulotni dizaynini o'zgartirish deymiz yoki bo'lmasa o'sha mahsulotni yangicha bir ko'rinishda chiqarish bo'yicha vazifa qo'yilgan bo'lsa, endi buning uchun vosita. Ya'ni qanaqa vositalar kerak? Texnika, texnologiya kerakmi? Moliyaviy vosita kerakmi? Umuman qanaqa resurs kerak bo'lsa, o'sha bilan ta'minlab berish kerak. Demak, unga javobgarni, demak, kimnidir berkitish kerak deymiz. Hamda muddat. Demak, muddat qo'yish kerak. Agar o'sha 4 ta narsani siz rahbar sifatida ta'minlay olsangiz, boshqaruv qarori elementlarini,
Demak, sizni aytadigan bo'lsak, qo'yilgan vazifaga erishishingiz osonroq bo'ladi. Endi qarorni ishlab chiqish va uni qabul qilish bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchi, demak, mana vaziyatni tahlil qilishdan boshlaymiz. Demak, vaziyat tahlil qilinadi, muammo aniqlanadi, ya'ni mezonlar tanlanadi, keyin muqobil variantlar aniqlanadi. Keyin mana muqobil variantlardan biri tanlanadi, qaror to'g'risida kelishib olinadi, hamda qaror ijrosi ta'minlanadi. Endi keyingi oxirgi bosqichi qarorni bajarilishi nazorat qilinadi. Bu qaror ishlab chiqish va uni qabul qilish sxemasi hisoblanadi. Endi qarorlarni qabul qilishning turli usullari bor. Mana birinchisi yakkaboshilik tamoyili asosida. Buni hammamiz bilamiz. Rahbarlar ko'pincha yakka o'zi hech kim bilan maslahatlashmasdan qaror qabul qilish jarayoni. Endi mumkin agar rahbar tajribali, bilimli bo'ladigan bo'lsa, balki ustunlik berishi mumkin, lekin odatda bu ma'muriy buyruqbozlik tizimida ko'pincha qo'llanilgan, ko'pincha tanqidlarga uchragan desak ham bo'ladi buni. Ikkinchisi yakdillik tamoyili asosida, demak, bu bir ovozdan qabul qilish, oddiy aytadigan bo'lsak. Keyingisi kollegial tamoyil asosida, masalan, qaror qabul qilish jarayonida, masalan, 3 dan 2 qismi deymiz, rozi yoki bo'lmasa qolgan qismi norozi bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilik ovozi asosida qaror qabul qilinadi. Endi oxirgisi konsensus tamoyili asosida. Konsensus tamoyili deganimiz bu fikrlar pluralizmi, ya'ni turli-tuman fikrlar paydo bo'lgan paytida yoki bahsli vaziyat paydo bo'lgan paytida bir bitimga kelish yoki kelishish hisoblanadi. Buning uchun bir necha bosqichlar amalga oshiriladi, tushuntirish ishlari, boshqa narsalar, keyinchalik bir qarorga kelinadi. Buni hozirgi kunda asosan masalan ko'rishimiz mumkin. Yaponlarda mashhur ringi usulini konsensus tamoyiliga misol qilishimiz mumkin. Mana batafsil ringi usuli haqida. Ringi usuli yapon korxonalarida eng yaxshi usullardan biri hisoblanadi. Ya'ni birinchi bosqichda firma rahbariyati qanday muammo yuzasidan qaror qabul qilinishi lozim bo'lsa, shu muammoga, masalan aytamiz, yangi mahsulot turini ishlab chiqara boshlash kerak degan muammo bo'ladigan bo'lsa, shunga doir umumiy mulohazalarni jalb etilgan mutaxassislar bilan birgalikda oldinga suradi. Ikkinchi bosqichda muammo pastga, ya'ni loyiha ustida ish tashkil etilayotgan pog'onaga uzatiladi. Uchinchi bosqichda endi tayyorlanayotgan loyihani barcha jihatlari bo'yicha ijrochilar bilan batafsil kelishib olinadi. Aslida bu ixtiloflarni, qarama-qarshi nuqtai nazarlarni bartaraf etish bosqichi hisoblanadi. To'rtinchi bosqichda muammoni hal qilish uchun maxsus kengash va konferensiyalar o'tkaziladi. Endi 5-bosqich yakuniy bosqich. Bu bosqichda hujjat ijrochilar tomonidan imzolanadi, har kim o'z muhrini bosadi va hujjat firma rahbariyati tomonidan tasdiqlanadi. Endi ko'pchilik yapon firmalari bu ko'p vaqt talab qiladi, mablag' talab qiladi deb ayrim paytda norozilik bildirishadi, lekin hech birisi bu ringi usulidan demak nima deymiz, foydalanmasdan qo'ymaydi. Har bir korxonada ringi usuli foydalanadi. Chunki bu barchani o'sha qaror ustida ishlashga, hammani mas'uliyat sezishiga olib keladi, hamda hamma mana oxirida ko'ryapsiz, har kim o'z muhrini bosadi, ijrochilar tomonidan imzolanadi deb hammani o'sha qarorda o'zini hissasi borligini bildiradi. O'shaning uchun ham bu qaror qabul qilish usuli eng yaxshi usullardan biri hisoblanadi. Endi ayrim paytlarda qaror qabul qilish jarayonida delfa usuli qo'llaniladi. Bu qanday holatlarda? Ya'ni qatnashuvchi a'zolarni to'plash imkoniyati bo'lmagan hollarda. Masalan aytadigan bo'lsak, boshqaruvning markaziy apparatidan juda uzoqda yashaydigan filiallari bo'lishi mumkin yoki bo'limlari bo'lishi mumkin. O'sha bo'limlarda ishlayotgan xodimlarni yig'ish maqsadga muvofiq bo'lmagan hollarda qo'llaniladi. Endi bu usulga binoan yechilishi lozim bo'lgan muammo bo'yicha qaror qabul qilish jarayoniga qatnashuvchi guruh a'zolarini bir-biri bilan uchrashishiga deymiz yoki fikr almashishiga ruxsat etilmaydi. Har kimning o'zini fikri alohida, demak, qabul qilinadi. Bu qanday bosqichlardan o'tadi, ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchi, muammo yuzasidan batafsil tuzilgan savollarga javob berish uchun guruh qatnashchilariga bu savollar tarqatiladi. Ikkinchi bosqichda guruhning har bir a'zosi mustaqil va xufiya tarzda savollarga javob beradi. Uchinchi, javoblar markaziy apparatga yig'iladi va ular asosida barcha taklif qilingan yechimlar variantlarini o'zida aks ettiruvchi umumlashgan hujjat tayyorlanadi. To'rtinchi bosqichda tayyorlangan hujjatning nusxasi guruhning har bir a'zosiga jo'natiladi.
Beshinchi bosqichda har bir qatnashuvchi umumlashgan hujjatga nisbatan bildirilgan fikri yana markaziy apparatga yig'iladi. Ya'ni u kutayotgan muammo yechimiga o'zgartirish kiritishga asos bo'lishi mumkin. Shu sababli 4 va 5 band harakatlari to umumiy qarorga kelmagunga qadar takrorlanadi. Bu demak Delfo usuli hisoblanadi. Endi 4-rejamiz tashkiliy modellar, ya'ni tashkiliy tuzilmalar deb ham aytamiz. Umuman tuzilma so'zi tarkibiy qismlarning jamlanmasi, tizimni muayyan yaxlitlik sifatida xarakterlovchi organlararo aloqalar va munosabatlar yig'indisini bildiradi. Menejmentni tashkiliy tuzilmasi korxona maqsad va vazifalari, korxonani ishlab chiqarish hamda boshqaruv funksiyalari, ichki va tashqi muhit omillari kabi qator shart-sharoitlardan kelib chiqadi. Tashkiliy tuzilma tashkilot bo'limlari va xodimlari o'rtasida boshqaruv maqsadlari hamda vazifalarning taqsimoti bilan tavsiflanadi. Boshqaruv tuzilmasi boshqaruvchilik qarorlarini qabul qilish va ijobat etish bo'yicha mehnat bo'linishini tashkiliy shakli hisoblanadi. Endi tashkiliy tuzilmalar tashkilot maqsadiga yetish uchun shakllantiriladi. Tuzilma inson va moddiy resurslarni birlashtirib, ular o'rtasida aloqani tartibga soladi. Boshqaruv tashkiliy tuzilmasi boshqarayotgan va boshqarilayotgan tizimlar o'rtasida o'zaro aloqani ta'minlashga xizmat qiladi. Tashkilot boshqaruvi tuzilmasida quyidagi shakllar mavjud. Demak, birinchisi boshqaruv bo'g'inlari, ya'ni buni bo'limlar deb ataymiz. Ikkinchisi boshqaruv darajalari, ya'ni pog'onalari. Uchinchisi gorizontal va vertikal aloqalarni o'zida aks ettiradi. Endi tashkiliy tuzilmalarni ayrimlarini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi eng ko'p tarqalgan bu chiziqli tuzilma. Chiziqli tuzilmada, demak, mana rasmdan ham ko'ryapsiz, bitta chiziqli rahbar bo'ladi, o'shanga hamma bevosita bo'ysunadi. Endi buni afzalliklari, kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Chiziqli tashkiliy tuzilma bu boshqaruvning eng sodda shakli. Unda har bir xodim faqat bitta rahbarga bo'ysunadi va buyruqlar yuqoridan pastga uzatiladi. Afzalliklari: boshqaruv tizimi oddiy va tushunarli, mas'uliyat aniq taqsimlangan bo'ladi, qarorlar tez qabul qilinadi. Kamchiliklari nimadan iborat? Rahbar zimmasiga juda katta yuk tushadi. Mutaxassislar maslahati yetarli darajada olinmaydi. Yirik korxonalar uchun bu tashkiliy tuzilma mos hisoblanmaydi. Faqatgina buni kichik korxonalarda, oilaviy bizneslarda qo'llashimiz mumkin. Ikkinchisi funksional tuzilma. Funksional tuzilmada demak mana har bir alohida funksional tuzilma, ularga alohida o'ziga xos bo'lgan bo'limlar berkitilgan. Buni ham mana rasmda ko'rib olishingiz mumkin. Afzalligi, kamchiligini hozir ko'rib chiqamiz. Endi funksional tuzilmada korxona asosiy vazifalari bo'yicha bo'limlarga bo'linib boshqariladigan tuzilma. Mana yuqorida rasmda ko'rganingizdek, marketing bo'limi, moliya bo'limi, ishlab chiqarish bo'limi, ya'ni bular har qaysi alohida tuzilma hisoblanadi. Ular shu vazifalari bo'yicha boshqariladi. Qanday afzalliklarga ega? Har bir bo'limda malakali mutaxassis ishlaydi. Mehnat samaradorligi yuqori bo'ladi. Boshqaruv ixtisoslashgan holda olib boriladi. Kamchiliklari endi buyruqlar bir necha rahbardan kelib tushishi mumkin. Bo'limlar o'rtasida kelishmovchilik masalan yuzaga kelishi mumkin yoki qarorlar muvofiqlashtirilishini qiyinlashishi kuzatilishi mumkin. Demak, bu tuzilmamizni zavodlarda, banklarda yoki yirik tashkilotlarda qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Uchinchi tuzilmamiz xuddi endi yuqorida funksional tuzilma edi, endi bunisi chiziqli funksional tuzilma. Endi bu yerda yana markazlashgan holda boshqaruv amalga oshiriladi. Mana endi qanaqa bo'linishi ko'rsatilgan bu yerda. Hozir afzalligi, kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Demak, chiziqli funksional tuzilma chiziqli va funksional tuzilmaning qo'shma shakli. Ya'ni asosiy buyruqlar chiziqli rahbar tomonidan belgilanadi, funksional bo'limlar esa maslahat va yordam ko'rsatadi. Afzalliklari: boshqaruvda tartib va intizom saqlanadi, mutaxassislar bilimidan samarali foydalanadi, nazorat kuchli bo'ladi. Kamchiliklari: qaror qabul qilish jarayoni masalan sekinlashishi mumkin, hujjatbozlik ortishi mumkin, bo'limlar o'rtasida kelishuv talab qilinadi. Ya'ni endi buni biz o'rta va yirik korxonalarda, mana universitetlarda qo'llasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingi tuzilmamiz divizional tuzilma. Endi bu mahsulotlar bo'yicha alohida mana ko'ryapsiz. Endi buni afzalligi, kamchiligini ko'rib chiqadigan bo'lsak,
Demak, divizional tuzilma korxona, mahsulot, hudud yoki mijozlar guruhi bo'yicha mustaqil bo'linmalarga ajratib boshqariladigan tuzilma hisoblanadi. Afzalliklari: bozorga tez moslashish imkoniyati, har bir bo'linma mustaqil qaror qabul qila oladi, natijalar bo'yicha javobgarlik aniq bo'ladi. Kamchiliklari: boshqaruv xarajatlari yuqori, bo'linmalar o'rtasida raqobat kuchayadi, resurslar takrorlanishi mumkin. Endi buni biz yirik va xalqaro kompaniyalarda qo'llanilishini ko'rib o'tamiz. Keyingi tuzilmamiz matritsali tuzilma. Matritsali tuzilmamiz asosan masalan IT sohasida yoki ko'pchilik yangi paydo bo'lgan masalan korxonalarda qo'llanilyapti. Buni qanaqa masalan afzallik, kamchiligi bor? Mana masalan ko'rib chiqishingiz mumkin mana shu rasmdan. Endi uni afzalligi, kamchiligiga o'tamiz. Matritsali tuzilma xodim bir vaqtni o'zida funksional rahbar hamda loyiha rahbariga bo'ysunadigan murakkab boshqaruv tizimida masalan ishlaydi. Endi afzalligi: resurslardan samarali foydalaniladi, innovatsiyalar va loyihalar tez rivojlanadi, jamoaviy ish kuchayadi. Endi kamchiliklari: ikki rahbar o'rtasida nizolar kelib chiqishi mumkin. Ya'ni bu deganimiz masalan siz bir korxonaga agar ishga kirsangiz, u yerda matritsal tashkiliy tuzilma bo'lsa, siz o'zingizni lavozimingiz masalan jihatidan kimgadir, qaysi bir bo'lim boshlig'iga bo'ysunasiz, lekin siz bitta loyihada ishtirok qilasiz, loyiha rahbariga ham bo'ysunasiz. O'sha paytda masalan ikki rahbar o'rtasida nizo kelib chiqishi mumkin. Sizni ish jarayoningiz boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, xodim uchun psixologik bosim kuchli. Ya'ni ikkita rahbardan bir vaqtni o'zida demak buyruq olishi hamda boshqaruv murakkab hisoblanadi. Lekin agar qo'llashni yaxshi biladigan bo'lsak, mana kamchiliklari bartaraf qilinadigan bo'lsa, eng yaxshi tashkiliy tuzilmalardan biri hisoblanadi. Endi buni biz asosan IT kompaniyalari, ilmiy tadqiqot markazlarida qo'llasak, demak samarali bo'ladi degan xulosani aytamiz. Keyingisi loyihaviy tuzilma. Loyihaviy tuzilmada masalan mana mahsulot A, B yangi dastur deyapti. Bu yerda ham xuddi loyiha bo'yicha boshqaruv amalga oshiriladi. Qanaqa afzalligi, kamchiligini mana ko'rib chiqamiz. Endi loyihaviy tuzilma bu aniq bir loyiha uchun tuziladi. Loyiha yakunlangach tarqatib yuboriladigan vaqtinchalik boshqaruv tuzilmasi hisoblanadi. Afzalligi: juda moslashuvchan, qarorlar tez qabul qilinadi, natijaga yo'naltirilgan boshqaruv amal qiladi. Kamchiligi: doimiy ish o'rinlari kafolatlanmagan, loyiha tugagach jamoa tarqatiladi, barqarorlik past hisoblanadi. Endi buni qayerlarda qo'llashimiz mumkin? Mana qurilish kompaniyalarda qo'llashimiz mumkin, startap loyihalarda qo'llashimiz mumkin, tadbirlar va festivallar o'tkazgan payti demak loyihaviy tashkiliy tuzilmani demak qo'llaymiz. Endi qisqacha qilib mana shu 6 ta tuzilmaga aytadigan bo'lsak, har bir tashkilot o'ziga qaysi biri mos keladigan bo'lsa, o'sha tuzilmani qo'llaydi. Masalan, mutaxassislik bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, funksional tuzilma hisoblanadi. Soddalik kerak bo'ladigan bo'lsa, chiziqli tuzilma. Barqarorlik sharoitida demak chiziqli funksional tuzilmani ahamiyati katta. Bozorga tez moslashuv bo'yicha qilinadigan bo'lsa, demak bu divizional tuzilma hisoblanadi. Innovatsiyalarni o'zida aks ettiradigan tuzilma bu matritsali tuzilma. Hamda tezkorlik bo'yicha buni biz loyihaviy tuzilmaga xos xususiyat deb baholaymiz. Endi tashkiliy tuzilmaga qanday talablar qo'yiladi? Demak, optimallik deymiz, operativlik, ishonchlilik, tejamlilik, moslashuvchanlik hamda barqarorlik. Bu tashkiliy tuzilmaga qo'yiladigan talablar hisoblanadi. Demak, shu bilan bugungi mavzumizga ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Demak, mavzumizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Endi keyingi darsimizda uchrashguncha xayr deb qolamiz.